Kelinglar sizlar bilan bugun antistress uchun mashg'ulotlar haqida gaplashamiz. Aniq bilaman, qizlar uchun shopping haqiqiy antistress. Lekin keyin ko'p narsa sotib olib eskilarni nima qilishni bilmasdan stressga tushib o'tirmaslik uchun nima qilish kerak? Sotib olishdan to'xtamaymiz biz baribir. Sotib olish kerak eskilarni. Men именно shu qizlarning problemasini oldini olish uchun zo'r ilova topdim. Bu ilova faqat XX xromosomalilar uchun emas, bundan bemalol XY xromosomalilar ham foydalansa bo'ladi. Mango Market ilovasi. Bu ilovada sizlar kiyim-kechakdan tortib, любой narsani sotsanglar ham bo'ladi, sotmasanglar ham bo'ladi. Даже hayvonlar ham bor ekan. Oh my god! Ilovani menga eng yoqqan tomoni besplatniy ilova, ya'ni bepul. Bundan tashqari reklamalarsiz hech qanaqa, aldamayapman, hech qanaqa reklama yo'q tushunasizlarmi? Bundan tashqari juda ham oson. Просто rasmga olasiz, joylaysiz и narxini qo'yasiz. XX xromosomalilar uchun yana ham bir удобный, qulayligi, sizning telefon raqamingiz yoki telegramingiz odamlarga ko'rinmaydi. Nice. Yana sizning e'loningizni faqat yoningizdagi, ya'ni sizga yaqin bo'lgan lokatsiyadagi odam ko'ra oladi, tamom. Ya'ni dunyoning u chekkasidagi odam bezovta qilib asabingizni buzmaydi. Ilovani Mango profildagi link orqali yoki App Store, Play Marketdan yuklab olsanglar bo'ladi. Mango Market ilovasi bilan miyalarni stressdan himoya qilinglar.